Bu texnologiyani nomini Air Farm deyishadi. Dunyoda bugun rivojlangan davlatlarda qo'llanilayotgan yuqori darajadagi texnologiya. Bu texnologiya to'g'risida mana shu texnologiya o'rnatilgan Sabzavot bog'liq ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining doktoranti yosh olim Rahimjon Gulmatov hozir bizga batafsilroq ma'lumot beradi. Rahimjon, kelishmishlaringiz qo'ying, bizga bir ikki og'iz kuzatuvchilaringiz ma'lumot bering. Kameraga yaqinroq o'tib olingsiz. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Maxsus mana orqali ishlangan holatda san'atlarni yetishtirib turibmiz. Bu qishloq xo'jalik sohasida yangi texnologiyalardan biri. Hozir sinovda san'atlarga yetishtirib turibmiz. Bizning asosiy maqsadimiz kartoshkani yetishtirish. Narigi xonaga o'tsak, tagida Mana ichida hech narsa yo'q. Faqat o'simlik ildizi bor. Mana ular supurkalar ekan, to'g'ri bilan, to'g'ri bilan supurkaladi. Maxsus ekmalarimiz bor. Bu san'atlarga hozir sinov olib boryapmiz. 1 2 3 4 8 qator ekan. Shu yerga nechta ko'chat ekilgan? 1200 ta ko'chat ekilgan. Kichkinagina joyga. Zo'r. Demak, kartoshkani ko'ramiz. Yuring, kartoshkani ko'rsataylik. Kartoshkamiz Initro laboratoriyamiz bilasiz. Bu yerda maxsus blokalar orqali o'tib ketdi. 20 kun bo'ldi. Ekanimizga. Ko'rish mumkin. Mana ko'chatlarimiz. Buni oldindan tayyorlab qo'ygansizmi, hammasi shundaymi? Yo'q, xohlaganingizcha ochib ko'ring. Mayli, endi hozir vaqt kuzatuvchilardan vaqtni olmay. Haqiqatda, hurmatli kuzatuvchilar, mana tugunaga bor ekan, endi qo'lim tegdi, zaharlanib qolmasin ish qilib. Bu in vitroda chiqqani? Mana siz unisida ham bor ekan. Gap isboti bilan. Bunda shu Maqsad nima? Maqsad kasalsiz, virussiz yuqori elektr urug' olish maqsad shu dehqonlarimizga, fermerlarimizga yetishtirish. Bu yerda ko'rib turibsiz, hammasi qilingandek. Xullas, kartoshka urug'chilik rivojlanib ketar ekanda. Rivojlanib ketadi Endi bu gapga lekin ko'p kuzatuvchilarimiz negativ fikr ham bildiradi. Endi biz unisini ham qabul qilaveramiz. Rahimjon, buni oziqasi qanday beriladi? Qayerdan beriladi? Yuring. Buni ham tushundik. Demak, havoda maxsus havoda ko'kak oziqalashni qilib turibdi. Mana kichkina joylarga mana bo'chka dehqonlarimiz bo'ladi. Biladi, barchasi ozuqa, ekranda barchasini kuzatib turamiz. Ana chiqardagi. Demak, nima kerak bo'lsa, mana shu uskunani o'zi beradi. Aqlli-ganda. Aqlli. Demak, smart texnologiya. Mana hozirgi iskandagi kamera ham bor. Siz boshqa davlatga ketgan bo'lsangiz ham bemalol telefon orqali ko'rib, bemalol ishlarni ham bir apparatlarni bajarib turishingiz mumkin. Svetoforni yoqib, ishni vaqtiga qo'yib. Koreya texnologiyasi bu. Dunyoda rivojlangan davlatga ketgan Hurmatli kuzatuvchilar, demak, bu ilmiy maqsadlarda foydalanilayotgan yangi texnologiya, rostdan bizning mamlakat uchun yangi texnologiya. Demak, mana shu texnologiyalar orqali qilinayotgan olimlarimizning yangi tadqiqotlari, demak, dehqonlarimiz uchun manfaat keltiradigan bo'lsa, demak, biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga yetishamiz. Olimlarimiz har bir qilayotgan tadqiqotlari ijobiy natijasini berish uchun yaxshi niyat bildirib, sahifamizga obuna bo'lib, bu videoga like bosib, agar video ma'qul bo'lgan bo'lsa, uni tanishtirishlaringizga, kartoshka yetishtiradigan, sabzavot yetishtiradigan yaqinlaringizga ulashib